Assalomu alaykum, Master MDF guruhi a'zolari. Biza yana bir xonadonimizda, xudo xolasa, spalni komplekt, ya'ni nabor ko'rinishidagi shkaflarimizni tuzatib, hozir ustanofga qilib bo'ldik. O'zlaringiz ko'rib baho berishingiz mumkin. Bu spalni komplektimizning ko'rinishi shunday ko'rinishda, ya'ni polностью barxoy chester qilingan, bosh ujlari, oyoq uji, yon taraflari. Shkafimizning o'zi молочный цвет rangda. Buni uzunasi 390 cm, balandligi 270, chuqurligini keladigan bo'lsak 60 cm, bemalol ichine nech kiyim qo'ygan taqdirda ham eshikka xalaqit berib, boshqa qilmaydi. Juda ham chiroyli chiqqan, o'zlaringiz ko'rib baho berishingiz mumkin. Yangicha stilda, hozirda endi bu trendga chiqyapti bunday narsa. Oldingidek shkafni отдельный qilishma yoki spalnini отдельный qilishma degan narsalar уже qolib boryapti. Hozirda shunday narsalarimiz уже modaga kirib qo'yapti. High-tech variantda aytiladi bu narsa. Tak, ichlarini ko'radigan bo'lsak, Danielbek eshikni ochib ber. Ichlari 2 seksiyali, bir taraf 2 seksiyali bo'ladi. Chunki kalta korotkий kiyimlarni, masalan, kostyumlarni ilish uchun, yo bo'lmasam cholg'u, rashni narsalarni ilish uchun juda ham удобный. Полностью klipsa bilan balandda devorni mahkamlaganmiz. Hech qanday tushikdir, ertang o'ynamaydi, boshqa qilmaydi. Ikkinchi chetining shkafi uzun ko'rinishda chiqqan. Tortmalarga keladigan bo'lsa, tandem pull mexanizm, ya'ni ko'rinmaydi uchun bemalol baquvvat ko'p narsani ko'taradi. Bu bir tarafga keladigan bo'lsa, g'aznali seyfli qilib berganmiz. Pastdan bo'lsa, ko'yish qo'yish, adiklarni qo'yish mumkin. Uzun shkaf, uzun kiyim, kurtkalarni ilish uchun удобный, qulay. O'zingiz ko'rib baho berishingiz mumkin. Kimga shunday xizmatga kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Hammaga e'tiborlaringiz uchun rahmat.